Xo'p. Qizingiz to'ydan keyin tez homilador bo'lib ketishi uchun kalsiy glyukonat olsinlar. Xo'p, mayli. Ginekologning shunday deyishini kutasizlar, to'g'rimi? Ko'pgina onalarimiz qizlarni turmushga berishdan oldin vrachdan telefon orqali maslahat olib yoki qo'ni-qo'shnilarning maslahatiga asosan qizlariga tez farzandi bo'lib ketishi uchun kalsiy glyukonat ukolini qilishadi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Bu juda ham eskirgan usul bo'lib hisoblanadi. Qiz bolaning to'ydan keyin tezda farzandli bo'lib ketishi uchun uni onasi chaqaloqligidan boshlab e'tibor bergan bo'lishi lozim. Ya'ni qiz bolaning organizmida bo'ladigan barcha o'zgarishlarga e'tibor berib, vaqtida profilaktik ko'ruvlardan o'tkazib turishlari lozim. Undan keyin esa qizingizning turmushga chiqishdan oldin ginekologga uchrashib, o'zida tekshiruvdan o'tib, undagi barcha tekshiruvlarni o'tkazib, homilador bo'lishdan oldin ichiladigan maxsus vitaminlar bor. Shu vitaminlarni qiz bola iste'mol qilishi lozim. Qizingiz kuyovning uyiga sog'lom va tez homilador bo'lishni xohlasangiz, ushbu tavsiyalarga e'tibor bering, aziz onalar. Ushbu videoni esa turmushga chiqayotgan yoki qizini turmushga berayotgan dugonalaringizga yuborib qo'ying.